Hammaga xayrli kun. Bugungi videomiz talablarga binoan SCP-1529 tog' qiroliga qarshi SCP-096 boshqacha qilib aytganda yo'tchang yigit. Demak, yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. SCP-1529 bu SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng g'ayrioddiy sirli anomaliyalardan biri bo'lib qolmoqda. Chunki SCP-1529 to'g'ridan to'g'ri jang qiluvchi qandaydir mavjudot emas yoki vahshiy ham emas. U tog'larda yashaydi. Uning aniq ko'rinishi ham noma'lum. Taxminlarga ko'ra uzun bo'yli, qora kurtka va ko'zoynak kiygan, ko'zlari esa cho'g'da yonib turadigan mavjudot. Hattoki SCP-096 ning yaralishida ham sababchi bo'lgan mavjudot deyiladi. U haqidagi qisqacha ma'lumotlar shu edi. Keling maqsadga o'tsak. Katta tog', Antarktida, muzlik. Shunchaki sayohatchilar yo'lda ketishayotgan edi. Va birdan yo'llarida qandaydir gavdali bir mavjudot paydo bo'ldi. Bu inson emasdi, chunki uning ko'zlari ko'zoynak ostida yonib turadi. Ular birdan ortga tisarilishdi va bu qanday maxluq ekanliklariga aqli yetishmadi. Birdan havo sovib ketdi, keyin esa iliqlik. Bu insonning sovuqlik kengilayotgani birinchi darajasi edi. Shu payt qandaydir ovoz keldi. Juda dahshatli yig'i, juda baland ovoz. Bu o'sha SCP-096 edi. U juda katta tezlikda yugurib kelar va SCP-1529, ya'ni tog' qiroliga tashlanar edi. U unga sakrab har tomondan zarba berishga urinar edi. U esa qochib qolardi. Shu payt SCP jamg'armasi tomonidan ilk bor kuzatilgan bir hodisa aniqlandi. SCP-096 gapirdi. Bu gaplar gazetalarga orqali yozib olingan. U hujum qilayotgan vaqtda SCP-1529 ga qarab shunday dedi: "Sen meni shu ahvolga solding. Sen meni maxluqqa aylantirding" dedi. SCP-1529 esa bunga javoban: "Sen shuni istaganding. Sen insoniyatdan ham yuqorida bo'lmoqchi eding. Sen barcha mavjudotlardan yuqorida bo'lmoqchi eding. Endi esa insonlardan ham pastdasan. Men senga sen so'ragan narsani berdim. Sen mening tojimni olmoqchi eding. Ha, men uni senga berdim. Men senga abadiy hayot berdim. Men senga o'lmaslikni berdim. Men senga yengilmas kuchni berdim." Shunda SCP-096 javob qildi: "Ha, sen menga bularni berding. Sen menga yengilmas kuchlik, abadiy hayot va o'lmaslikni berding. Lekin endi men bularni senga qarshi ishlataman. Men shu yerni o'zidayoq seni parchalab tashlayman." SCP-1529 biroz kuldi va dedi: "Nahotki sen shunday deb o'ylayapsan? Sen shunchaki mening yog'och qo'g'irchog'imsan. Meni qo'g'irchog'im esa meni o'ldirmoqchimi? Yo'q, aslo unday bo'lmaydi." Shu payt atrofda baland ovozlar, minglab ko'zlar paydo bo'ldi va ularning barchasi SCP-096 ga qaradi. SCP-096 boshini ushladi. Ularni qancha harakat qilmasin tugamas edi. Ko'zlarini ushlab uloqtirar, lekin ular qayta va qayta paydo bo'laverar edi. Go'yoki ular cheksiz edi. Bu narsa esa uni xavotirga sola boshladi. Hammaga doimgidek salom deyman. Siz Qo'rquv olam kanalidasiz. Bugungi videomiz hamma bilgan va taxmin qilgan SCP-001 yoki boshqacha qilib aytganda darvoza qo'riqchisi haqida bo'ladi. Demak, yaxshilab o'rnashib oling. Biz boshladik. Avvalambor SCP-001 qanday bo'lishini bilib olsak. SCP-001 ikkita turga bo'linadi. SCP-001A va SCP-001B. SCP-001A prototip deya nomlanadi. SCP-001 esa jamg'arma tomonidan aniqlangan eng birinchi anomaliya bo'lishi taxmin qilinmoqda. Lekin bularning qay biri aniq ma'lumligi aniq emas. Aytmoqchimanki, SCP-001A yoki SCP-001B ikkisidan biri to'qima personaj. Asosiy haqiqiy SCP-001 birini berkitish uchun harakat qilinmoqda. Bu shuni anglatadiki, SCP-001 juda ham xavfli va mafkurona, insoniyatga esa juda katta xavf tug'diradi. Buni faqatgina yuqori darajadagi agentlar bilishi mumkin. SCP-001 darvoza qo'riqchisi uzoq cho'ldagi bir sahroda aniq lokatsiyani aytish mumkin emas. Ushbu anomaliya ulkan farishtasimon mavjudot, ehtimol o'nlab, balki yuzlab qanotlari bor
mavjudot qo'lida katta olovli qilich ushlab turgan. Bavar qilmas darajada tez harakatlanadi, har doim bir joyda turadi. Nazariyalarga ko'ra u hattoki yorug'likdan ham tez harakatlanishi mumkin. Yuzda farishta ko'rinishdagi qanotlar. Bu juda qiziq. Uning bo'yi taxminan 1000 metrga yetadi. Endi esa aniq emas. U ulkan darvozani qo'riqlaydi, Eden darvozasini. Yoki boshqacha qilib aytganda, Eden bog'ini qo'riqlovchi farishta sifatida tasvirlanadi. Lekin u haqidagi aniq ma'lumotlar aniq emas. Umuman olganda u haqiqiy bo'lishi ham mumkin emas. Lekin bir narsa aniq, agar SCP jamg'armasi bu darajada katta yolg'on tarqaganda, biz buni bilgan bo'lar edik. Shuning uchun ushbu anomaliya haqiqatga yaqinroq bo'lish ehtimoli ko'p. Uning qo'lida ulkan qilichi bor va u bilan zarur esa u insonni yoki boshqa biron bir tirik mavjudot yoki anomaliyani atomlar darajasida kuydirib tashlash qobiliyatiga ega. Bu esa SCP-001 jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng xavfli, noodatiy, g'ayritabiiy va ehtimoliy nazariyalarga ko'ra qudratli anomaliyalardan biri bo'lib chiqish ehtimolligi yuqoriligini ko'rsatadi. Ushbu anomaliyaning yaralish tarixiga nazar solsak, SCP-001 darvoza qo'riqchisi nafaqat jamg'arma tarixidan avval, balki butun insoniyat tarixidan ham avval yaralgan deya taxminlar bor. Lekin bu shunchaki quruq safsata, u o'ta kuchli manipulyator mavjudot bo'lishi ham mumkin. Bularning hech biri aniq emas, chunki SCP-001 darvoza qo'riqchisi jamg'armadan aniq yaralganligi aniq narsa. Bu bo'lgan taqdirda ham bizning bir narsa e'tiborimizni tortadi. SCP-001 ni SCP jamg'armasi asoschisi Aaron Siegel shaxsan o'zi topgan. U uni Kuvaytda, Iroqda yoki ana shu issiq mamlakatlarda bo'lishi mumkin deya taxmin qilgan. Aniq joyi esa berkitiladi, chunki SCP-001 ni qayerdaligini bilish hech kimga mumkin emas, hattoki sizga ham. Uning xavf darajasi esa doimgidek Euclid, ya'ni uning xarakterini oldindan bo'lish imkonsiz. Odatiy holatda u tinch va issiq turadi, lekin uni yoniga yaqinlashgan odam taxminan 1000 metr gradusda u uni shunchaki kuydirib yuboradi. Bunday holat ilk bor shaman bilan bo'lgan deya taxmin qilinadi, lekin bular ham aniq emas. Hammaylar keling, yaxshisi bugungi videoga yakun yasaymiz. Qanday videolar ko'rishni xohlaysiz? Iltimos kommentariyalarda yozib qoldiring. Va mehnatimizni qo'llab-quvvatlagan holda kanalga obuna bo'lib, videoga like bosishni ham unutmang. Mayli, keyingi videolarda ko'rishguncha umid qilamizki, videolarimiz sizni qoniqtiryapti. Agar video yoqqan bo'lsa, iltimos videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling. Va yana bir narsani ham unutmang. Keyingi safar olov yoqqaningizda ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-001 haqiqat bo'lishi mumkin. Siz qo'rquv olamida bo'ldingiz. Ko'rishguncha xayr. Va iltimos videoni shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi videomiz SCP-001 prototip A ning jangi, ya'ni SCP-001 darvoza qo'riqchisi bilan bo'lib o'tadigan jangi haqida. Va yana bir narsani aytib o'tishingizni, bilib olishingizni xohlagan bo'lardim. Doimo hushyor bo'ling, chunki SCP-001 haqiqiy bo'lishi mumkin. Hammaga salom. Demak, siz qo'rquv olamidasiz. Biz boshladik. Bugungi videomiz ko'p kishilarni qiziqtirgan, hamma bilishni xohlagan va hamma buni kutayotgan voqea haqida, ya'ni SCP-096 uyatchan yigit haqida. Ushbu anomaliya SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng noodatiy, g'ayritabiiy va hatto xavfli anomaliyalardan biri bo'lib qolmoqda. SCP-096 Euclid toifasiga kiritilgan, ya'ni uning xarakterini oldindan bilish imkonsiz. U odatiy holatda tinch, lekin jahli chiqqanda u hech narsa bilan to'xtatib qolib bo'lmaydi. U jahli chiqqanda juda asabiy. Agar jahli chiqqanda faqat bir narsa bo'lishi mumkin. Qaysidir inson unga qaradi. Bu holat u faqat bir narsani xohlaydi. O'sha insonni topish va yo'q qilish. SCP-096 ilk bor tog'larda ko'rinish bergan. SCP-096 muzdek tog'lar yoki Everest tog'larida ko'rinish bergani aytiladi. Aniq ma'lumotlar SCP arxividan o'chib ketgan yoki butkul mavjud emas. Ayrimlarning fikrlashi bo'yicha SCP-096 paydo bo'lishiga SCP-1529 yoki boshqacha qilib aytganda tog' qiroli sabab bo'lgan. Lekin bu haqdagi aniq ma'lumotlar yo'q. Chunki SCP-1529 tog' qiroli juda kuchli anomaliyaligi aniq.
Lekin bu darajadagi qudratli maxluq va boshqa anomaliyani paydo qilish uning qo'lidan kelmaydi. Keling, shuning uchun bu taxminiy nazariyani boshqa paytga olib qo'yamiz. Hozirda SCP-096 haqida aniqroq suhbatlashamiz. SCP-096 ilk bor Everest tog'lari yonbag'rilarida ko'rilgani aytilgan. U yerdagi cho'qqi zabt etuvchilari u yerga chiqayotganda SCP-096 yig'lab o'tirgan maxluq ko'rganliklari haqida dalillar bor. SCP-096 eng dahshatli joy o'lim zonasida turgan. Agar bu yerning o'zida bir necha soat ichida o'lmagan bo'lsa, u o'lmas anomaliya. Chunki taxminlarga ko'ra insonning o'zi u yerda libossiz 10 daqiqaning ichida o'lishi mumkin. SCP-096 esa o'lmagan. Bu juda qiziq. Bundan tashqari SCP-096 tinmay yig'laydi, lekin na ko'z yosh bor va na boshqa narsa. Juda g'alati, shunday emasmi? Uning bu ko'z yoshlariga nima sabab bo'layapti? U nima uchun yig'laydi? Ko'pchiligingiz bilasiz, SCP-096 cheksiz va shafqatsiz zo'ravonliklar qilishga qodir. Lekin SCP-096 bundan zavq olmasligini ham bilasiz. Nega? Chunki agar u bundan zavq olganda kular edi, lekin u qurbonlarni o'ldirayotganda yoki boshqa paytlarda doim yig'laydi. Uning bu yig'lariga sabab faqat bir narsa. O'sha tog' cho'qqisi, o'sha tog' qiroli. Bu shunchaki quyi nazariya. Aniq ma'lumotlar esa yo'q. Chunki SCP-096 ancha oldingi mavjudot. Taxminlarga ko'ra SCP-096 paydo bo'lganda SCP jamg'armasi ham mavjud emas edi. Shuning uchun SCP-096 ni to'g'ri o'rganib chiqish imkonsiz. Guvohlar ham yo'q, chunki SCP-096 uni ko'rgan har qanday kishini o'ldiradi. Demak, faqat birgina javob qolyapti. Faqat birgina guvoh. Tog' qiroli. Lekin afsuski tog' qirolini na nazorat qilishning iloji bor, na ushlab turishning. U doimiy harakatdagi anomaliya va o'ta xavfli anomaliya. U bilan gaplashgan insonlar uzoq vaqt o'tmay o'lishadi. Hammalari. Shuning uchun menimcha bu imkonsiz. SCP-096 ni albatta keyingi videolarimizda gaplashib o'tamiz. Agar video yoqqan bo'lsa, unga like bosing, kanalimizga ham obuna bo'lib qoling. Keyingi videolar nima haqida bo'lishini iltimos kommentariyalarga yozib qoldiring. Chunki biz va jamoamiz uchun sizning kommentariyalaringiz o'ta muhim. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr. Va iltimos qilib qolardimki, havoga yoki tog' bang'irlarga ketayotganda ehtiyot bo'ling. Chunki SCP-096 qayerda topilganligi aniq emas. Yangi videoyimizga xush kelibsiz. Bugungi videoyimiz SCP-939 yoki boshqacha qilib aytganda ovoz chiqaruvchi yoki ovoz o'xshatuvchi haqida. Siz qo'rquv olami kanaldasiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, biz boshladik. SCP-939 SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng xavfli, g'ayrioddiy va g'alati anomaliyalardan biri bo'lib qoladi. Chunki SCP-939 katta sinfga kiritilgan. Ya'ni o'ta xavfli. SCP-939 odatda qizil yoki sariq go'sht rangida bo'ladi. Uni shunchaki yo'q qilish mutlaq ilojsiz. SCP-939 ko'p tarqalgan bo'lib, asosan o'rmonlarda uchraydi. U insonlar ovozini yaxshi taqlid qila oladi. Asosan o'ljasini shu yo'sin orqali tutadi. U qurbonining ovozini yaxshi eslab qoladi. Undan keyinchalik foydalanishi ham mumkin. U ovozlarni eslab qoladi. Asosan uni o'rmonlarda foydalanadi. Yordam bering. Bu yerda kimdir bormi? Bu uning eng asosiy so'zlari. Bu esa o'ljani jalb qilish uchun juda ham yaxshi qo'l keladi. Keling, men sizga SCP-939 haqida qisqacha va biroz qo'rqinchli hikoya aytib beraman. SCP fondi bu yerda ko'chib o'tish amalga oshirilyapti. Laboratoriyada hamma narsa joyida. Lekin bir muammo bor edi. Laboratoriyada ikkita xodimdan boshqa hech kim qolmagan edi. Qolganlar tongga yetib kelish kerak edi. Tong otmoqda edi. Xodim shunchaki aylanib yurgandi. Birdan radiodan ovoz keldi. Do'stim, sen qayerdasan? Ha, bu uning sherigining ovozi edi. Lekin g'alati edi. U yerga qanday kelib qoldi? U xaritaga qaradi. Lekin bu yanada g'alati tus oldi. Chunki sherigi boshqa yerda edi. U qanday qilib bunday bo'lishi mumkin degan xayolga keldi.
va pastga tushishga qaror qildi. Balki kameralar buzilgan deb o'yladi o'zicha, lekin unda emasdi. U bir chuqur nafas oldi va pastga tushishga qaror qildi. Bu uning eng katta xatosi edi. U asta pastga tusharkan, qo'lida radio bilan ovozlar yana balandlashardi. "Do'stim, kela qol. Iltimos, shoshil. Men yaradorman." Lekin mavzular turli xil edi. Ayrim holatda yaradorman. Menga maxluq hujum qildi. U do'sti uning boshi chayqalgan deb o'yladi o'zicha. Lekin do'sti u yerda emas edi. U koridorga yaqinlashar va yaqinlashar edi. U biroz qo'rqa boshladi va qurolni qo'lga oldi. Koridorga yaqinlashdi va ovoz keldi. "Do'stim, sen o'zingga ishonasanmi?" U dedi. "Ha." "Sen ko'zlaringga ishonasanmi?" "Ha" dedi. "Quloqlaringga-chi?" dedi. U esa "Ha" dedi. Lekin shu yerda u biroz kuldi va dedi. "Sen aynan shu yerda xato qilding. Ana o'shandan keyin o'sha bolani, ya'ni o'sha yigitni hech kim ko'rmadi. SCP jamg'armasida u yerda kameralar yo'q edi. Hech kim uni topa olmadi. U go'yoki abadiy yo'q bo'lib qolgandek edi." Qiziq taraf shundayki, undan keyin o'rmonlarda aynan o'sha SCP xodimining tovushlari eshitila boshladi. Yaqinlari ham o'sha o'rmonlarga borib ko'rishdi, lekin ular qaytib kelishmadi. Faqatgina endi ularning ham ovozi eshitila boshlagandi. SCP-939. U hech kimni ayamadi. Bir narsani eslatib o'tmoqchiman. Agar o'rmonda yoki uyingizda qayerdadir qorong'ulikda kimdir sizni yordam chaqirayotganini eshitsangiz, iltimos, yo'qqa bormang. Chunki SCP-939 hamma ovozni o'xshata oladi. SCP-582 yoki boshqacha qilib aytganda Metal yurak. Videoni ustiga bosganingiz uchun rahmat. Iltimos chiqib ketmang. Umid qilamizki, video sizga albatta yoqadi. Demak, bugungi videomiz SCP-582 yoki boshqacha qilib aytganda Metal yurak haqida bo'ladi. Raqami 582, ismi SCP-582, laqabi esa Metal yurak yoki temir yurak, uchta yurak va hokazo va hokazolar. Metal yurak SCP jamg'armasi tomonidan aniqlangan eng ahmoqona anomaliyalardan biri desa ham bo'ladi. Chunki metal yurak mutlaqo mantiqsiz. Qiziq tomoni shundaki, ushbu metal yurak butunlay tirik, inson kabi yashaydi, ko'radi, sezadi, biladi va his qiladi. SCP-582 metal yurak aslini olganda insonning yaqqol namoyandasi. Faqatgina uning farqlari shundaki, u metaldan ishlangan va u inson bo'lishni istaydi. Ha, g'alati, u inson bo'lgan paytlarni sog'inishni aytadi. SCP-582 metal yurak odatda do'stona, juda kuchli, zarbasi deyarli devorni parchalab tashlaydi. Lekin u kamdan-kam holatlarda hujum qiladi. Metal yurak topilganining aniq joylari aniq emas, lekin metal yurak hozirda xavfsizlikda. Ammo baribir hushyor bo'lishingiz kerak. Chunki metal yurak juda kuchli, temirni osongina egoladi. Saqlash shartlari shunchaki bo'sh xona, lekin o'ta qattiq temirdan ishlangan bo'lishi shart. Aks holda har ehtimolga qarshi SCP-582 bu xonadan chiqib ketishi mumkin. Har qanday xavfsizlik choralari ko'rilgan. Tashqarida xodimlar va agentlar turishi shart. Xodimlarga yoki doktorlarga SCP-582 bilan muloqot qilishga ruxsat berilgan. Faqatgina yolg'izlikda. Aniqrog'i yolg'izlikda emas. SCP-582 ni barcha kuzatuvlar holatda yozib olinadi. SCP-582 bilan muloqot qilgan xodimlar tekshiruvdan o'tkaziladi. Ular hech qachon yolg'iz holatda SCP-582 bilan muloqot qilishmaydi. Chunki hali hamma narsa aniq emas. Chunki SCP-582 mutlaq insonning tanasini nazorat o'tkazishi ham mumkin. Barcha anomaliyali xususiyatlar ko'rsatilmagan. SCP-582 bilan muloqot qilganlar yoki uni kuzatganlar ayrim hodisalarni aytishadi. Ayrimlar uni tushlarida ko'rishayotganini yoki kutilmaganda uyg'onib ketib yuraklari duk-duk urayotganini anglatadi. Bu esa SCP-582 ning tahdidli holatini yanada kuchaytiradi. Chunki bu bilan bir narsa aniqki, SCP-582 insonga jismoniy ta'sir o'tkaza olmasa-da psixologik hujumlarni
amalga oshirishi mumkin. Bu esa uning tahdidini yanada kuchaytiradi. SCP-582 yovuz sifatida ko'rilmaydi yoki qandaydir dunyoni yo'q qilmoqchi bo'lgan dahshatli yoki qonxo'r anomaliya emas. Lekin SCP-582 o'z nomi bilan anomaliya. Shuning uchun uni maxsus temir qobiqda saqlashadi. Uni qayerdan joylashgani noma'lum, lekin boshqa Euklid toifasidagilar bilan birga. Uni xarakterini oldindan bilib bo'lmaydi. Hatto tajovuzkor ham bo'lib qolishi mumkin. Shuning uchun SCP-582 doimiy ravishda agentlarning kuzatuvi ostida turadi. Menimcha videoni tomosha qilib bo'ldingiz. Iltimos, videoni hoziroq chiqib ketmang. Agar video yoqqan bo'lsa, videoga like bosing, kanalimizga ham obuna bo'lib qo'ying. Keyingi videolar qanday SCP'lar haqida chiqishini ham iltimos kommentariyada yozib qoldiring. Bizga barchangizning fikringiz qiziq. Va iltimos ehtiyot bo'ling, chunki yuragingiz urmoqda.